Hammaga assalomu alaykum. Qurbon hayitigacha atigi 2 kun qoldi va eng mashhur konditerskiy desertlarni sizga obzorini qilib beraman. Hammamiz bilamiz, Safiya butun O'rta Osiyo bo'yicha eng mashhur konditerskiy va ular mana shunaqa bokslar hayitga chiqarishibdi. Va bugun uni obzorini qilamiz. Menga hech kim pul to'lamagan, hech kim hech nima yubormagan. Bu hamma narsa meni o'zim pulimga olingan. Shuning uchun eng chestniy obzor bo'ladi. Safiyaning saytida har xil setlar bor edi. Men kichkina setni olmoqchi edim, kichkina seti yo'q edi, nalichida. Mana shu seti bor ekan. Hozir birga hammasini tatib ko'ramiz. Bu yerda 6 xil pechoniylar, xushtilli, chakchak, rogalik, paxlava spat, bo'g'irso, bu ham paxlavaga o'xshagan desert. Korobkasi juda ham chiroyli, bundoq mehmonga olib borsangiz ham solidni ko'rinyapti. Narxi esa 295 ming, to'g'risini aytsa bilmayman, hayitda necha pul turadi setlar. Upakovkaga 5 baho qo'yaman. Juda ham chiroyli, mana bu yerda adreslar, mana bu yerda emblemaligini chiroyli qilib yozishibdi, hayit muborak deb. Endi esa ochib ko'ramiz. Vau! Bizda hamma obzorlar choy bilan bo'lardi, ko'kchayim qolmabdi, shuning uchun issiq suv bilan obzor qilamiz bugun. Birinchi navbatda bo'g'irsodan boshlaymiz. Bo'g'irso bizda ko'pincha oq yog'dan qilinadi, dumbadan. To'g'risini aytsam, menga uni mazasi uncha yoqmaydi. Menga sariyog'da qilingan bo'g'irsolar ko'proq yoqadi. Svejiy. Bo'g'irsoning mazasi yaxshi, klassik bo'g'irso. Qo'y yog'siz. Endi esa rogaliklarni yeb ko'ramiz. Juda chiroyli bo'lib turibdi. Voy, esim ketdi. Yong'oq ekan. Nimaga yong'oq go'shonka emas, Safiya? Menga yoqqani shakari uncha ko'p emas, приторный emas. Choy bilan, kofe bilan zo'r ketadi. Пока что bo'g'irso ham bu ham yaxshi. Kelinglar, mana buni tatib ko'ramiz. Dunyoda ikkita gruppa odam bor. Bezeli desertlar yoqadigan, bezeli desertlar yoqmaydigan. Buning ichida beze bor. Menga bezeli desertlar kamdan kam yoqadi. Magizni ham joncha yaxshi ko'rmayman. Bolam yig'layapti. Magazinda sotadigan pechenyelar bor. Upakovkada xuddi shunaqa ekan mazasi. Xushtilini tatib ko'ramiz. Xushtilga saxarni pudra sepishsa yoqmaydi nimagadir. Kimga yoqsa yozib qolinglar izoh. Xushtiligi juda ham yumshoq ekan, qarsilldoq emas, bo'kib qolganga o'xshaydi. Xushtili menga uncha yoqmadi. Bu yoqda shakar va yong'oq. Opa. Bu bilan buni mazasi bir xil, lekin bundan sal tuxum maza kelyapti. Chunki tuxumni sarig'ini ustiga ko'proq surishgan, o'shaning mazasi kelib turibdi. Eng glavniy desertga o'tamiz. Bu chakchak. Chakchak yeyishdan oldin aytib qo'ymoqchiman, sizdan bitta like, bitta komment va podpiska. Hayitdan oldin menga bitta sovg'a qiling. Chakchakka video chiroyli. Mana pryanikmi, pechenyemi juda chiroyli qilishibdi. Lekin ko'pincha bizda rostakasi masal ishlatishmaydi chakchakka. Chakchakka asalga bo'ktirib qo'yishibdi. Hozir ta'mini birga bilamiz. Suv ichib olishim kerak. Bu chakchak kamchilik yoqsa kerak, chunki shakar mazasi shundoq kelar ekan. Menga bunaqa chakchaklar вообще yoqmaydi. Menga ko'proq vazdoshni chakchaklar yoqadi. Bu yerda faqat shakar solib tashlashgan, chakchak ham botib qolgan. Bu obzor maksimalni chestniy edi. Mehmonga bunaqa podnos olib borsangiz, albatta uyalib qolmaysiz. Lekin har kuni bunaqa narsa yeb bo'lmaydi, chunki oddiy magazin desertlarga o'xshaydi. Eng yoqqani bu bo'g'irso va mana rogaliklar. Xushtili bilan chakchak o'xshamay qolibdi. Mana pechenye bilan bu pechenyelar na любителя. Va kelayotgan Qurbon hayit bilan albatta sizni tabriklayman.